Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. O'zbek tilidagi animatsiya va dublyaj muallifi hech kimni yoki hech narsani targ'ib qilmaydi. Bu shunchaki animatsiya. Ushbu video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'ling va videoga layk bosing. Bu siz uchun qiyin emas-ku, biz uchun esa yoqimli, maroqli tomosha tilaymiz. Bir kuni bir oilada bir yangi chaqaloq dunyoga kelibdi va uning otasi unga Crocs deb ism qo'yibdi va u juda xursand edi va shifokorlar ham bu ismdan mamnun edi. Lekin u bola onasiga qurol o'qtalibdi va onasi bu yerdan yo'qol. Ha, bu menman. Keling rasmga tushamiz. Pocket engine get to rocket. It sound like a thunder rocket. Yeah, I still love my baby even when it's toxic. Crazy like she Britney, but no, she don't shade the knock. Russell Wilson way I get low and stay in the pocket. I get paid and do my dance like a touchdown. Yeah, I can't do no time to leave that gun around. In my teens, we were acting up and running around. Ha, bu yerda nima qilyapti bu? Retired when they were young. So I guess. Voy, buni sakrashini qaranglar. Bu onasimi? What the nima bo'lyapti? Inside no electric. Yig'lama bolakay, sen hali bundan zo'r onalaringni topasan. Electric. Yeah, scared hectic. 777. Yeah. 777. Couple of money in my head just to say they did it. Can't lie, I'm so paranoid and the windows tinted. I don't ever. Qani bolalar, qani bu yerda nimalar bor ekan ko'rib kelaylik-chi. Yo, salom. Nima qilyapsan bu yerda? Senga nima? What the fuck? Meni otmoqchimisan? Men senga ish taklif qilmoqchiman. Men seni o'ldiraman, qarab turasan. Qani ko'raylik-chi qo'lingda nima kelar ekan. Osh. Ha, tekrarma deyman. Bro, orqasiga qarang. Sen men bilan o'ynashganing uchun kaltagingni yeding. Endi men seni o'ldiraman. Qani beramas. Nima? What the Nima? Men qayerdaman? Nima qilyapman? Voy, nima bu? Sen meni qishlog'imdasan. Meni qishlog'imda senga balo bo'ldi. O'zi kimsan sen? Meni qishlog'imda uylarimni o'ldirib tashlading. Shuning uchun sen jarima to'laysan. Nima deyapsan menga? Voy, nima deyapsan? Agar qochmoqchi bo'lsang, seni otib o'ldiraman. Yo, bro, sen meni to'pponchamni olib olibsanmi? Men qochib ketaman. Aloqa. Yangi ishchi paydo bo'ldi. U Grok MC, ya'ni u yangi ishchi, bizning avvalgi ishchimizni o'rnini egalladi. U qishloqlarda yurib, bezorilik qilib yuribdi va barchani o'ldirmoqchi bo'lyapti. Oho, hamma qayerga ketdi? Nima balo? Qishloqda hech kim qolmaganmi? Voho, hech kim yo'q bu atrofda. Hamma qayergadir bekinib olgan. Nima balo? What the fuck? Men qidiruvdamanmi? Nima? Bu menimi? What the Melisani ovozimi? Nima balo? Qochish kerak. Qayerga bekinsam bo'ladi? Qayerga bekinsam bo'ladi? U shu yoqqa atrofda bo'lish kerak. Uni topamiz, albatta topamiz. Ha, nimaga? Bu shu yoqqa atrofdaligi aniq. Lekin u shu yoqqa atrofda bekinib olgan. Qishloqni hammasini tekshirib chiq. Eshikni oching. Nima kerak? Boringni chiqar. Shumi seni boring? What the fuck? Voy, nima qilyapsan? Kiring ichkariga gaplashamiz. Bro, boringizni chiqarganingiz uchun rahmat. Arzimaydi. What the nima bular? Voy, bro, boringizni chiqaring. Rahmat. Yaxshi. Voy, bu. Xo'sh, bu qishloq ancha yaxshi ekan. Yo, bro, orqangizga qarang. Qurolingni ber. What the nima qilyapsan? Endi esa soliqni biz yig'amiz. Bro, boringni chiqar, bo'lmasa o'lasan. Meni otmang. Bo'ldi, endi ikkinchi uyga. Yo, bro, pulni chiqar. Meni otmang, iltimos. Mana, borib beraman sizga. Olmoslar. Yaxshi. Endi bu uyni ko'ramiz. Yo, bro, boringni chiqar. Iltimos, meni otmang.
Yo, nima bu? Mening bolam? What the Bro, chiq orqangga. Bro, mana meni boram shu. Sen meni izdivosga qilyapsanmi? Yo, bu ish bizga ancha foyda olib keladi. Qani, bo'lmasa boshqa qishloqqa qarab ketdik. Wow, go! U judayam mashhur bo'lib ketdi. U judayam ko'p qishloqlarni o'mardi. Biz buni to'xtatishimiz kerak. Tezroq unga qarshi choralar ko'ring. Bu yer menga yoqyapti. Bu yer o'zi qanaqa joy? Boshqa joylarni ham tanishtir. Okay. Xo'sh, endi nima qilamiz? Bu yerlarda video olamizmi? Nima bu? Kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. To'g'ri topding, bro. Endi video olishni boshlaymiz. Yo'q, u borgan sari ko'tarilib bormoqda. Biz buni to'xtatishimiz kerak. Yo, bro, qara, kanalimizda prosmotr va obunachilar ko'paymoqda. Biz yana kontent qilamiz. To'xtanglar, bu yoqqa kirish mumkin emas. Bro, tepangga qaragin. Nima bo'lyapti? Qani bularni basharasini ko'raylik. Ular aniq siqilmoqdalar. Sen yaramazlar uni to'xtatishga harakat qilyapsanlarmi? Yo'q, bro. Seni o'ldiraman. Sen ham harakat qilmasang, sen ham o'lasan. Tushunarlimi? Yo, bro, biz kanalimizda 630 ta obunachi bo'ldi. Biz buni nishonlaymiz. Yo, eshik taqillaganga o'xshadimi? Salom, Grox. Men seni yutdan ko'rib yaxshi ko'rib qoldim. Sen meni rostdan sevasanmi? Yur bo'lmasa. Grox, sen men bilan rostdan gaplashmoqchimisan? Ha, rostdan. Mana bu gulni olsam bo'ldi. Men roziman. Iye, nima edi bu? What the Yo'qali. To'g'risi meni hayotimda sevgi o'rni yo'q. Kichkintoy, qayerdasan? Nima bo'ldi bu yerda? What? Nima bu? Agar senga kichkintoy kerak bo'lsa, mana shu joyga bor. Xo'sh, borishim kerak. Hoppa. Salom, Grox. Sen judayam ko'p qishloqlarni o'marib videolar chiqarding va sen Minecraftni bir necha marta tugatding. Lekin sen bunga to'ymading va sen meni asabimga keltirding. Bro, o'zimiz gaplashib olamiz. Kichkinalarni aralashtirmaymiz. Bo'pti. Balki kelishib olarmiz, bro. Kelishaylik. Nega o'ldirmoqchisan o'zi meni? O'ldirma. Iltimos, bro, kelishib olamiz. Seni o'ldiraman. Sen meni orasidan ham otmoqchimisan? Nima? Yo'q. O'l. with my bitter heart. Yo'q, kichkintoy, yo'q, yaramas. Hayotning qattiq zarbasi, undan keyingi zarbasi va Groxning tepkisidan yerga quladi. Yo, men sendan kichkintoyni qasosini olaman. Bro, meni tinch qo'y, iltimos. Men qaytib senga tashlamayman. Yo, xudoyim, sizlar kelishib olganmisizlar. Janob Grox, siz judayam ko'p odamni o'ldirdingiz. Men o'zi ko'pini o'ldirmadim-ku. Yo'q, ma'mur siz ko'pini o'ldirdingiz. Sen meni kaktusga o'tirgizding, yaramas. Endi siz anchagina uzoq o'tirasiz. Ha, endi o'tirishingiz aniq. Nima? Grox qidiruvdami? Wow, unga $1 million berishar ekan. Biz boyib ketamiz, bolalar. Hamma Groxni qidirishga bo'lmasa go.